Sovg'aga beryapman mana shuncha asl shukronalik daftarlarimni 90 dan oshiq adreslarga yozdim va shukronalik daftarlarini paketga solib, adreslarni ustiga yopishtirib chiqdim. Ertaga turmush o'rtog'im ishdan keyin bu daftarlarni pochtaga topshiradilar. Chunki bilasiz, men yosh bolaliman, pochtaga buncha daftar bilan borib topshira olmayman. Turmush o'rtog'imning borliklariga shukr. Bu daftarda nimalar bor? Shukronalik yozishni 10 ta qonun qoidasi, orzularni yozish uchun joy, shukronalik va uni natijalarini yozish uchun joy berilgan. Bilasizmi, eng muhimi bu daftarda shunaqa niyatlarni yozganman ishtirokchilarim uchun. Oldingi safar aynan shu daftarda shukronalik, orzularni yozgan ishtirokchilarda yana ham ko'proq natijalar bo'ldi. Chunki meni energiyam asosida bu daftarlar ishtirokchilarga yetib boradi. Agar siz ham shukronalik kursida qatnashib mana shu daftarlarni sovg'aga olishni xohlasangiz, unda kommentariyda sovg'a so'zini yozib qoldiring. Men esa sizga shaxsiy xabarlardan shukronalik kursi haqida to'liq ma'lumotlarni beraman. Kursimga qatnashing va mana shunday eng zo'r daftarlarning egasiga aylaning.